Maska bizga nimalarni o'rgatdi? Qalamda Nozukay Tavakkul, mikrofon oldida Nozukay Tavakkul. Maska bizga nurg'un narsalarni o'rgatdi. Ota-onamiz desimi quloq solmagan, to'kivatmagin isrof bo'ldilarning, qisasiga qolmizlarning, xor bo'lib qolislarning. Ras. Bu dunyoda ko'pdir ko'migani ko'rsa o'lmigining degandek, bayashatchilik, mo'l usullik bu davrimizda xor bo'lishlarni unutgan edik. Qisasiga qilishning nimaligini bilmagan edik. Isrof qilishlarni davrning ehtiyojiga otib qo'ygan edik. Pul bo'lsa jangalli sho'rpa degan muqaddas ehtinomimizga chin pukkan edik. Afsus. Ming afsus. Yanchiqdagi pullarimizga xohlaganimizni olamadik. Tallaytdik, xillaytdik. Kichikkina ziydilar bo'lsa tashlaytdik. Hala bugunda ziydilarning sesiqlarini kesib etib ishiltishni o'rgandik. Uyga kirgan sayko'ktat lozimatliklarni noyat to'jublab turib ishiltishni o'rgandik. Hayron qoldim. Polo etgan qozonning ostidagi qijmiqimi shunchalik tamlikan. Tetib turib yeyishni o'rgandik. Asli bir tal yong'yu bilanmi bir taxsay qo'rib tomoq yeyishimiz sinishlik bo'ldi ekan. Qaytib takrang bo'lib ketgan nonlarimizni sal uzoqroq chilab qo'ysak yumshaydi ekan. Tushlik tomoqni kechda yesak og'rib qolamiz degan sapsatilarimizga og'rib qolmasligimiz bilan javob berishni o'rgandik. To'g'ri. Maska bizga iqtisodchilikni o'rgatibdi. Iqtisodchilik asli pixsiqlik emas ekan. Mana mushundaq taskunlarimizdagi qo'rg'onlarimizga esil axloq fazilatimiz ekan. Yazliqlarimizni qishliqlarimizga omlashtirish uchun ishkovimni ichib qoldim. Nemisni aytay deyman, nemisni yozay deyman. Nurg'un latipitlarim bor ekan. Gezi kelganda bir bordunanga yarmaydigan. 1 gram ko'ktatga omlash tug'il bo'lmaydigan. Necha ming qo'ylarga olgan kiyimlarni rozi edimg'u necha yillik say ko'ktatlarga omlashtirishga. Rozi edimg'u shu ishkabga tizilib ketgan latipitlarimga yemaklik omlashtirib qiyinchilikda qolgan haqam soyimlarimizga yetkazib berishga. Afsus. Ming afsus. Shuhratparastlik bilan ehtiyojimizning sirtida elib olgan nurg'un o'rinsiz kiyim-kechaklarimizga. Maska bizga bundan keyin o'rinsiz, ehtiyojsiz narsalardan yiroq turishni tanitdi. Xo'shnam, uyimda loz yo'q ekan, sizda bormidi? Mahal to'pidagi qo'shillar kimning uyida zaka bordi? Xo'shnam, tushdiman tomoq chiqartaman degan mehrli gap so'zlar bilan qaynayotgan mahalla undidor to'pi. Har aldirashlikni bahona qilib, uzun yillargacha tanishlik berishmagan qo'shnilarimizni tuqqan qildi. Demak, maska bizga ko'nilarning jiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni a'lo degan buyuk tavarruklarimizni yana bir qaytim tanitdi. Birinchi saf xizmatlarini ishlayotgan, mal xizmatlarini ishlayotgan, fidoyilik xizmatini ishlayotgan suyumliklarimiz oilasini tashildi. Onalarini tashildi, bolalarini tashildi. Bar vujudi bilan xalqqa osonlik yaratib berish uchun tirishdi. Ammo razil kasal shunchalik shafqatsiz edikin, ba'zida ularning of devgidek holini qo'ymadi. Uydagilar bilan telefon orqali ko'rishdi. Farzandlari onam dedi, dadam dedi. Onalari bolam dedi, bag'rim dedi. Az qoldi, g'ayrat qilaylik dedi. Bilmadik. Ular tasallini o'zlariga berayotganmidi yoki oilasiga va yoki bizga. Ammo shuningga shendiq. Sizlarning jaboliq kurashlaringlar oqsida ras os qoldik. Jabal tattanlar suyumliklar. Bizga osonlik yaratib berish uchun mushkullarni yutib mongan qalbi go'zallar. Demak, maska bizga hurmat ham izzatni tanitdi. Balam, yeydiğinin barmidi? Yedingda puling bormi? Qiynalib qolmagansa? Deb so'raydi aziz onam. Mening hamma narsam bor. Bo'lmas akirib beryotidi. Sen-chu, qiynalib qolmagansa, ha, opa? Opa, qopdingmi? Bugun nim tomoq yedim. Men hozir to'rt darsdan tushdim. Endi tomoq yeyman.
Dodam keçici işlepdi degine, bek çopalıq deydi o apa. Muşta işilse, kesel iştik tügeydike, ondan talağı içki qağılaydikemiz. Şu çağda onda yinanğa baray he apa. Deydi çoğun apısına uydu qağın bala. Adaş, hoptun mu? Bugün ne bitse? Qosqonğa optay yeçumu? Pulun yitemdi. Ba mı? Bunuz bizde ba. Tam körümüz bu külleri. Addi cümleler içine söndürülgen mehir muhabbetlik sözlerimiz bilen maskı bizge cem buluşunun huzuruğa yeştim yetmeydiğanlıqını tanıttı. Rast çapatattık. Rast tırıştık. Dövültümüz tırışıvatıdı bar küçü bilen. Halkımız tırışıvatıdı bar vücudu bilen. Bu tırışallık akısı berivatkan nurgun kurbanlıklarımız ba. Nurgun ayrılışla. Nurgun yoqutışla. Nurgun bedel töyleşle. Ama şeysiz işinimiz. Her bir bəgən kurbanlıklarımız akısta çokum bir rezil kesel üstüdün galip gelimiz. Bunun üçün maskı bizge güç birliğini ügetti. İşinimiz, dövültümüzün güç çıkışı bilen, halkımızın maslişi bilen biz çokum galbi kılımız. Gayret kıl Gulca, gayret kıl Ürümçi, gayret kıl Turpan, gayret kıl Kutbi, gayret kıl Şincan, gayret kıl Oğlu